Hop, assalomu alaykum siz kuzatib turganlar. Bugun Ascent reklama bilan tanishamiz. Bu ajoyib bot. Hozir sizlarga ko'rsataman. Kiramiz avvalo va bu yerda biz hozir biosini ko'rib turamiz. Bu yerda o'tkazmadik. Aniqroq va bu bot sotiladi. Xo'p, e'lonlar kuzatish asosiy mana shugina bo'ladi ishlar kanalda va taklifnoma bu yerda 0.75 ming qilganim uchun 300 olganman. Mana ko'rib turibsiz va endi reklama joylashtirishga ko'rib o'tamiz. E'lon joylashtirishni va o'z kanalingiz nomini joylang degan o'zimnikini kiritaman. Va admin emas deydi. Hozir buni sozlab kelaman. Bo'ldi, endi kopiya qilib qo'yaman. Va bizdan so'rayapti qanday botlarga toifasini va bu yerda ta'lim yo'q ekan, shuning uchun boshqani bosib qo'yamiz. Va bu yerda joylash narxini so'rayapti va bizda 97 ming so'm bo'lgan hisob bo'lgan holatda o'rtacha 50 ta qo'yamiz. Va chegirma 10% va qancha turadi? 12 soat. Bu ham 12 soat turadi va menda mumkin reklamalar boshqa admin joylashi va bir miqdor to'g'ri tasdiqlaymiz va bu yerda e'lon kuzatish bossak, mana kanalga e'longa joylashib kelib tushadi. Aloqani bossangiz siz bilan bemalol aloqaga chiqib reklama berish mumkin. Rahmat, sog' bo'ling.